Ya rahmat onajon, rizzo bo'lsin. Rahmat. Davom qilsin. Ilohim shu xonimiz xalqini hammasini niyat maqsadiga yetkazsin. O'sha raqatda shu film bilan qattam Talijonning mollarini, omadini yana Allohu akbar. Hojon umringiz uzoq bo'lsin. Bular kelinglar. Sho'ralimi dilomat shu. Hop, azim, oy ana. Ana gul, ha, gul. Bu mening onam ko'rsatdi. Hop. Ozgina chekara ochib turasizlar, hop. Qani bolajonlar, sizlarga suv sovg'am bor. Oz beraman. Shoshlik tursanglar bo'ldi. Men quruq ko'radim. Quruq to'yni kelgandan keyin qorbobo kelaman. Hop, yaxshi. Hop, opajon ishonarmi? Ishonardi. Yolg'on gapirsangiz ham ko'zingiz pirillamas ekan-a? Toshbek akamni rosa urishgan kunlaringizni eslayapmiz. Ahvolim sizga ham chiqadimi bilamasdim. Yo'q, haqiqat ishlarni jo'natardi. Ixlos bilan jo'natardi. Oilaviy. Oilaviy. Urushmagan tosh. Olib kelardi, pizzani olardi-da. Pizzasini olib keladi. Meni o'zimnikini berib, shu magazinga ketib, sumkalar to'ldirib olib kelardi. Mazza qilib. Maydalar, shuncha kamamiz bor, nima qilasiz? Shularni nevaralari mazza qilib itishardi, jo'natardi. Mana qarang. Sabr tagi sariq oltin dedi, biz sizga oq oltinni olib keldik. Emas, boshlanish yomon emas. Endi keling, nima qilamiz? Yana qo'llab-quvvatlashni davom etasiz. Yana jo'natamiz, yana 60 ta jo'natdik, yana boshladi jo'natish. Mahsulotlarning sifati qanday? Yaxshilari a'lo, yaxshi. Makaroni ishlatdingizmi? Makaronni ishlatdik. Ezilib ketmadi. Yo'q, yetilgan juda yaxshi. Toza, yaxshi mahsulotlar. Kirish kunlari bor, kir savollar bor. Yo'q. Rasqatlari bor. Iltimos telefon o'chirib turasizlar. Ozgina operatorimiz yakunlamada keslik ishlab beraman. Tayyormisizlar? Qadrli tomoshabinlar, albatta avtomobillar topshirish marosimi davom etadi. Sizlar bizni kuzatishda davom etinglar. Mening YouTube telekanalida Omad Showda avtomobillar topshirish marosimi. Omon bo'linglar! Rahmat. Endi bir daqiqa. Operatorlarimiz joyida qo'zg'almaysizlar. Bizning sovg'amiz bor. Xonqiz o'z YouTube kanalidan. Xonqiz o'z YouTube kanalidan. Xonqiz o'z YouTube kanaliga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Avtomobillar topshirish marosimimizni to'g'ridan-to'g'ri yoritib borishyapti. YouTube kanalida yangiliklarni, Xonqiz dahasida bo'layotgan informatsiyalarni kuzatishni, ko'rishni va hamisha ana shu bir qadam oldinda ma'lumotlarni bilishni istasanglar, Xonqiz YouTube kanaliga albatta